Xo'p, ko'pchilik so'ragan, pardonni juda ham ko'p so'rashdi. Pardon nima degani? Pardon bu o'zi aslida turkcha so'z emas arkadaşlar. Bu tipa bye deydi-yu, kinolarda bye bye turktilda ham. Bu o'zlashtirma so'z. Fransuz tilidan kelib chiqqan so'z. Xuddi affedersiniz, o'zr dilerim, kusura bakmaga sinonim bo'ladigan so'z hisoblanadi. Buni asosan qanaqa holat, uch xil holatga ko'p ketsa bo'ladi. Endi ba'zilar kommentariyada yozishda juda ham g'alati tushuntirar ekansiz, akademik tushuntirar ekansiz deyshadi. Yo'q, biz bunaqa tushuntirmaymiz. Biz har xil holatni imkon qadar tushuntirib berishga harakat qilamiz. Yodlab olgan so'zlarni qanaqa holatda ishlatishingiz to'g'ri bo'ladi. Shuni bilishingiz uchun. Birinchisi, uzr dilemak, masalan, uzr so'rashga holatga ishlatsanglar bo'ladi. Faqat bu katta og'ir ish qo'yganingizda ishlatmaysizlar albatta arkadaşlar. Bu masalan, kimgadir yo'lda ketayotganda urilib ketsanglar, pardon, chaqdim, ma'zur tutasiz yoki aybga buyurmaysiz. Men urilib ketdim sizga degan ma'no beradi. Ikkinchi holatimizda qanaqa bo'ladi? Birini diqqatini tortishga, masalan, qanaqa bo'ladi o'zbek tilida? O'zbek holati masalan, kimdandir nimadir so'ramoqchisiz. Pardon, bana yo'l gösterir misiniz? Şurayı gösterir misiniz? Yo'q edi. Oddiy ofitsiant restoranda pardon bakar mısınız deyiladi. Ya'ni bu tipi ma'zur tutasiz, qaravorasizmi degan ma'noga to'g'ri keladi. Va uchinchi holatimizni oradan kimlardir o'tib ketayotganingizda ko'p uchraydigan holat, kimlardir oradan o'tib ketayotganingizda aytishingiz mumkin. Masalan, pardon, geçebilir miyim? Ya'ni ma'zur tutasiz, o'tib ketsam bo'ladimi degan holatda ishlatsa bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa arkadaşlar, like bosishni unutmanglar va takip etishni unutmanglar. Görüşmek üzere.